Assalomu alaykum. Bugungi kun savollarini yechilishini ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi matematika savolidan boshlaymiz. Qizil, ko'k va oq sharlar mos ravishda 3, 5, 4 nisbatda oq sharlar soni ko'k sharlar sonidan 6 ta kam bo'lsa, jami sharlar sonini toping degan. Demak, bu yerda nisbatlarni x deb olamiz. 3x, 5x, 4x deb. Shartga ko'ra oq sharlar ko'k sharlardan 6 ta kam. Shuning uchun buni belgilab olamiz. 4x teng 5x minus 6. Endi yechimiga o'tadigan bo'lsak, shu tenglamani ishlaymiz. Bu yerda x ni 6 lik kelib chiqadi. Endi har birini topib chiqamiz. Bu yerda x topganimizdan keyin 3x 18 ga teng bo'ladi. 5x 30 ga, 4x 24 ga. Demak, jami sharlar bizda 72 chiqadi. Bular jamini topadigan bo'lsak, shuning uchun ham to'g'ri javob bu yerda B javob bo'ladi. Tanqidiy fikrlashga o'tadigan bo'lsak, bu yerda aytgan yaqin o'tkazilgan seminarda bir mutaxassis sun'iy intellektni rivojlanishi bilan kelajakda ko'plab ish o'rinlari avtomatlashtiriladi, lekin yangi texnologiya ishlab chiqishi inson rolini hech qachon to'liq almashtirib bo'lmaydi degan. U shuningdek sun'iy intellekt va robot texnologiyasi samarali qo'llanilishi ishchilarni yanada ijobiy va murakkab ishlarga yo'naltirishiga yordam beradi deb hisoblaydi. Qaysi taxmin bu da'voni qo'llab-quvvatlaydi? Ya'ni bu yerda aytyapti, sun'iy intellekt ko'p ishlarni avtomatlashtiradi, lekin inson o'rni hech qachon yo'qolmaydi deyapti. Xuddi shuni qo'llab-quvvatlaydigan javob variantlarini ko'rib chiqamiz. Sun'iy intellekt to'liq insonni almashtirishi mumkin, ammo faqat ba'zi sohalarda, bu yerda soha haqida gap ketmagan. B javobda sun'iy intellekt va robotlarni o'rganish va ijod qilishda insonlarni yengib o'tadi. Robotlar yengib o'tar ekan. Bu yerda hech qanaqa yengib o'tish haqida gap ketmagan. Bu narsa tekstimiz qo'llab-quvvatlamaydi. Sesida sun'iy intellektning rivojlanishi ko'plab ish o'rinlarini avtomatlashtirishga olib keladi, ammo yangi ish o'rinlari ham yuzaga keladi. Bu javob qo'llab-quvvatlaydiganga o'xshaydi, chunki inson o'rnini hech qachon almashtirib bo'lmaydi. Bu yangi ish o'rni yuzaga keladi degan fikrni bizga bermoqda. D javobda insonlarning sun'iy intellektga bo'lgan ehtiyoji qisqaradi va ular faqat robotlarga ishlashadi. Bu aynan tekstda berilgan narsani qo'llab-quvvatlamayapti. Ya'ni bu teskari bo'lib kelmoqda matnga. Sun'iy intellekt va robot texnologiya hech qachon to'liq ishsizlarni yaratmaydi. Bu ham juda ham umumiy qilib bergan, aynan tekstni qo'llab-quvvatlamayapti bu bitta g'oya bilan. Shuning uchun ham bizda to'g'ri javob bu yerda C bo'ladi. Muammoli masalaga to'xtaladigan bo'lsak, 7 ta bola doira bo'lib turibdi va hech qayerda 2 ta bola yonma-yon turmaydi va hech qayerda 3 ta qiz yonma-yon turmagan. Qizlarning soni qanday bo'lishi mumkin? Albatta bu yerda ko'radigan bo'lsak, birinchi bolani o'g'il bola deb oladigan bo'lsak, undan keyin biz bitta yoki ikkita qiz bola qo'yishimiz mumkin. Agar bitta qo'yadigan bo'lsak, hozircha bu yerda yana o'g'il bola bo'ladi, bu yerda qiz bola, bu yerda o'g'il bola, bu yerda qiz bola, bu yerda yana o'g'il bola bo'lib qolyapti. Ikkita o'g'il bola yonma-yon bo'lib qoladi. Shuning uchun bu holat to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ikkita qiz qo'yib ko'ramiz. Agar buni o'g'il bola deb oladigan bo'lsak, bu yerga ikkita qiz qo'yamiz. Keyin yana uchinchi qiz qo'yishimiz mumkin emas. Shuning uchun o'g'il bola bo'ladi. Yana biz ikkita qiz bola qo'yamiz va bu yerda yana o'g'il bola bo'lib qolmoqda. Bu ham bizning variantimizga to'g'ri kelmaydi. Endi uchinchi holatni ko'radigan bo'lsak, bu yerga o'g'il bola qo'yamiz. Bu yerga ikkita qiz qo'yganimizdan so'ng bu yerga yana o'g'il bola qo'yamiz. Bu yerga yana qiz bola qo'yamiz, bu yerga o'g'il bola, bu yerga qiz bola qo'yadigan bo'lsak, shunda biz to'g'ri holatni keltirib chiqarmoqdamiz va qizlar soni bu yerda 4 ta bo'lmoqda, o'g'il bola soni esa 3 ta bo'lib kelmoqda. Shuning uchun bizda C javob to'g'ri bo'ladi. B javobda qaraydigan bo'lsak, 3 ta qiz qo'yishimizda bu yerda iloji yo'q, chunki agar 3 ta qiz qo'yadigan bo'lsak, ikkita o'g'il bola bir-biriga yonma-yon bo'lib qoladi va bu shartimizni qanoatlantirmaydi. Endi ingliz tili savoliga to'xtaladigan bo'lsak, Wednesday's dance class will take place in Studio 5 this week, not 2. Bu narsa nimani bildirib kelmoqda? Bu belgi, buni variantlarini topishimiz kerak. The time of the dance class has changed. The place of the dance class has changed. The day of the dance class has changed. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Take place, ya'ni bo'lib o'tadi degan ma'noni bildiradi. Studio 5, ya'ni 5-studiyada bo'lar ekan, ikkinchisida emas. Shuning uchun bu yerda joy almashmoqda. Shuning uchun ham to'g'ri javob bu yerda B variant bo'ladi. The place of the dance class has changed. Buguncha hozir shular. Xuddi shunaqa savollarni aynan Blueprep'ning yaqinda chiqadigan platformasida ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bundan xabardor bo'lish uchun kanalimizni kuzatishda davom eting.